Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan yana bir marta ko'rishib turganimdan xursandman. Men yana o'sha yosh hikoyanavis sizlarga yangi bir hikoya tayyorlab qo'ydim. Hikoyani eshitishdan oldin podpiska va like tugmasini bosib qo'yishsa degan umiddaman. Shu bir oyning ichida 10 mingta obunachi yig'ishimiz kerak. Yana bir oyga harakat qilamiz. Yaxshi niyat deb sizlardan podpiska, mendan esa yaxshi hikoyalar deb qolaman. Hikoyamiz nomi ikki ko'zi ojizlar yoki ko'zi ojiz oshiqlar haqida hikoya nomi. Qadim zamonlarda bir shahar bor ekan. O shaharda bir qiz ota-onasi bilan yashar ekan. Kichik uyda yashar ekan. Qizning ismi Liana bo'lib, u ko'r ekan. Uning ko'rligi, uning go'zalligi va xushbichimligi oldida hech qanday qusuri yo'qdek ko'rinar ekan. Uning otasi oddiy temirchi, onasi esa shu yaqin atrofdagi gullar do'konida sotuvchi bo'lib ishlar ekan. Qiz bolaligidan ko'r bo'lib, uning akasi, na ukasi, na boshqa bir oilada farzand yo'q ekan. Otasi va onasi qizni juda yaxshi ko'rar, unga bolaligidan aytgan tilaklarini bajarib kelar ekan. Qiz ham ko'r bo'lishiga qaramay injiq yoki tanta emas ekan. U ota-onasini juda hurmat qilar, ularning aytganini qilib, bolaligidan aqlli va zirakligi va juda ham chiroyligi bilan butun shaharga tanilgan. Shahar aholisi ham qizni juda yaxshi ko'rishar ekan. Qizning bunday ko'rligi uni aqli va zakovati oldida va odobi oldida hech qanday qusuri yo'qdek ko'rinar ekan qiz odamlar oldida. Ammo qiz bolaligidan kitob o'qishni yaxshi ko'rar ekan. Ammo uning ko'zlari kitob o'qa olmaganligi sababli, kitob o'qa olmaganligi sababli unga ota-onasidan kitob o'qib berishni so'rar ekan. Ota-onasi unga kuni kechqurunlari kitob o'qib berishar ekan, navbatma-navbat. Bir kuni onasi, bir kuni otasi. Qiz bunda ko'p kitoblarni o'qib tugatgandek o'zini his qilar ekan va kutubxonaga har kuni borar ekan. Qiz vaqt o'tib qiz ulg'ayibdi. Unga o'zi tengi yoki o'zidan 1-2 yosh katta yigitlar sovchi qo'ymas. Uning ko'rligigina unga uylanishiga yigitlarga xalaqit berar ekan. Ba'zi yigitlar buni bilar, uni chiroyligi juda chiroyli, aqlli va xushli. Faqat uning ko'zi ko'r. Ertaga undan o'ziga o'xshagan farzandlar tug'iladi deya qo'rqishar ekan. Buning ustiga o'lganini ustiga tepgan qilib, shu yaqin atrofdagi boylar va baxil qari insonlar u qizning chiroyiga uchib, uning ko'rligiga qaramasdan uni ikkinchi yoki uchinchi xotin qilib olish uchun ota-onasidan sovchi bo'lib keladi. Ota-onasi esa uni vaqtini o'ylab, bunday insonlarga uni berishni xohlamasdan rad javobini berar. Qiz buni har kuni ko'rar, balki oyda yuragini ezib boradi. Vaqt o'tgan sari o'zini azoblab borar ekan. U bunday azobli, ya'ni bunday chiroydan ko'ra, ko'zlari ko'r bo'lgandan ko'ra, yana tasqalab bo'lishni orzu qilar. Ammo buning iloji yo'q. U o'z taqdiriga rozi bo'lishni davom etib, o'ziga o'xshagan chiroy va ko'rinishiga qaramay, uni boricha seva oladigan insonni intiqlik bilan kutar va shunday inson borligiga qalbi bilan his qilar ekan. U to'g'ri o'ylagan edi. Xuddi shunday qo'shni qirollikda bir shahzoda bor ekan. U shahzoda teng yo'q, qo'rqmas, jasur, chiroyda ham juda ko'rkam ekan, juda chiroyli va ko'rkam ekan. Ammo uning ham ko'zlari ko'rmas edi. Bitta muammosi, ko'zlari ko'rmas edi. Qirol va qirolicha unga qattiq kuyishar, chunki bu farzandlari juda aqlli, kenjasi esa dangasa, aqldan ozgan, ya'ni husndan ham qisilgan, mol davlatga juda ishqini qo'ygan va kelajakda u qirol bo'la olmasligini juda yaxshi tushunishar edi. Ota-onasi yigitni turli xil katta shifokorlarga ko'rsatdi, ammo buning iloji yo'q ekan. Shahzoda ulg'ayibdi. Uning ismi Uilyam bo'lib, uni qirollikdagi barcha yaxshi ko'rar ekan. Ammo uning ukasi Sedrik esa juda yovuz bo'lganligi sababli aholi ham, qishloq aholisi, hatto saroy mulozimlari ham Sedrikni yomon ko'rar ekan. Vaqtlar o'tib, Uilyamning ota-onasi, ya'ni qirolicha va qirol vafot etibdi. Qirolicha va qirol taxtni Uilyamga meros qilib qoldirishlari mumkin edi, ammo buning iloji yo'q. Saroy mulozimlari ham bunga yo'l qo'ymas edi, chunki ko'r qirol qirollikni boshqara olmasdi deb, ya'ni ko'zlari bilan ko'rmagan deb hisoblashardi. Shunday qilib ular Sedrikni taxtga o'tkazishadi. Sedrik taxtga o'tirib, Uilyam yolg'iz qolib, siqilib qoladi. Oradan bir oy vaqt o'tgach, taxtga o'tirgandan so'ng Sedrik Uilyamga shunday jazo beradi. Ya'ni
Uilyamga hasad qilardi. U bolaligidan Uilyamni yomon ko'rganligi va uning chiroyi va aql zakovatini ko'ra olmaganligi uchun Uilyamni yoniga chaqirib, Uilyamga shu yaqin atrofdagi qo'ylarni boqishni, ya'ni qirollik qo'ylarini, chorvasini boqishni va shunday qirollikka foydasi tegishini akasiga aytadi. Uilyam saroyda zerikib, nima qilishini bilmay, ota-onasini dardiga kuyib, ukasining shartiga rozi bo'ladi. Rozi bo'lmasa ham bo'lardi, ammo saroydagi bunday fitnalarga uning bardoshi yetmasligiga aqli yetib, saroyni tark etadi. Shundan so'ng u xullas Uilyam o'rmonga cho'ponlik qilib yurar. Bundan da xursand bo'libdi. Kuni bo'yi tabiat bilan hamnafas yashar va g'amlarini unutar edi. U qanday qo'ylarni eplab boqa olgan deyishingiz mumkin. Qo'ylarni bir yigitcha bilan boqar, uning ismi ham yo'q edi. Uni yigitcha deb atashardi. Yaqin atrofdagilar uni yigitcha deb atashardi. Uilyam qayerga yursa qo'ylar ham uning orqasidan boradi. Yigitcha esa buni ko'rib hayron qoladi. Hatto buni sehr ham deb o'ylab qirollikka borib aytmoqchi bo'ldi. Ammo o'zining ishlaridan qutulganligi, Uilyam qo'ylarni o'zi bilan kuni bo'yi boqib yurganligi, bolaga ish qolmaganligi, xohlagan paytda dam olishi unga yoqib tushadi va bu haqida hech kimga aytmaslikka qaror qiladi. Vaqtlar o'tib, bir kuni Uilyam bilan bola choy ichib o'tirganda, Uilyamning oldiga yigitcha kelib aytadi. Eshitishimcha, o'rmonda deydi bir sehrgar bor ekan. U yaxshi sehrgar, ya'ni qanday desam, qanaqa yaxshi sehrgar deb javob so'raganda Uilyam insonning bitta yaxshi ezgu tilagini amalga oshiradi degan savol aytadi. Uilyam o'ylab qoladi. U gaplarga boshida ishonmaydi, ammo ishonmaslikka ham iloj bo'lmaydi. Tunlari uxlamay chiqadi. Oradan bir hafta vaqt o'tib, u o'rmonga kirishga qaror qiladi. Yigitcha aytadi, oldimning yo'lini to'sar. Yo'q. Uilyam bor shahti bilan o'rmon ichiga kirib ketadi. O'rmonda yurar ekan, o'sha kulbani topishiga astoydil ishonadi. Uilyam o'rmon ichiga kirib ketadi. O'rmon ichiga kirib borar ekan, yo'lidan ayiq chiqadi. Ayiq juda ulkan, qo'ng'ir ayiq chiqadi va bahaybat edi. Ammo uni Uilyam ko'ra olmas. Ammo uni sezar edi. Uilyam ayiq bilan uchrashgach, ayiq Uilyamga qarab aytadi. "Hey, Uilyam." Ya'ni Uilyam ismini so'raydi. Ya'ni sening isming nima deb so'raydi Uilyam. Uilyam, meni ismim Uilyam. "Hey, Uilyam, qayerga ketyapsan? Bu o'rmonda bir o'zing yurish juda xavfli-ku." desa, "Qo'rqmaysanmi?" deydi. Uilyam qo'rqganini sezilmas. Hatto uning ko'zlari ko'rmaganligi qo'rquvni yo'qligini anglatar edi. Ayiq uning ko'zlariga boqib, uning ko'rligini anglaydi. "Hattoki sening ko'zlaring ko'rmas ekan, bu o'rmonda halok bo'lishing mumkin" deydi. Uilyam nima qilishini bilmas. Ortga qaytaman desa, yana o'sha holat. Oldinga boraman desa, halok bo'lishi mumkin. Hattoki yo'lda ayiqni ham uning jonini oladi deb o'ylaydi. Ammo ayiq unga nima maqsadda ketayotganini so'raydi. Uilyam aytadi: "Mening maqsadim shu yaxshi sehrgarni topish va undan bir ezgu tilagim, ya'ni bir tilagimni tilamoqchiman" degan savolni beradi. Istagini aytadi. Ayiq uni tanishini, uni olib borishini aytadi. Ayiq Uilyamni sehrgarning oldiga olib boradi. Sehrgar Uilyamning dardini eshitadi va uning ko'zlarini ko'rish uchun yaxshi va pok bo'lgani uchun Uilyamga ko'zini ochib beradi, ya'ni ko'zini ko'rishga yordam beradi. Ko'zlarini ochib beradi.